Noqutning shifoliq roli. Bu purchaq oilasidagi 1 yillik yoki 2 yillik samang'olliq, ko'kmashqa urug'dash o'simlik bo'lib, yopirmiqi paysimon, murakkab yopirmoq, kichik yopirmiqi tuxumsimon, guli oq yoki so'z beg'irrang. Mevasi cho'qqi meva, urug'i sal sharsimon shaklda. Yumran cho'qqi mevasini va urug'ini iste'mol qilishga bo'ladi. Doriga bu o'simlikning urug'i ishlatiladi. Tabiiy birinchi darajada quruq issiq, bahni quvvatlash, suydikni ravonlashtirish, og'riq pasaytirish, teriga jula berish xususiyatiga ega. Noqut tarkiblik retseptlar. Noqut unida halva etib iste'mol qilib bersa, bahni quvvatlaydi. Noqut unini so'g'itchilab, suzilgan suyini kuniga 2-3 qatim, har qatimda 15 gramdan 30 gramgacha ichib bersa, suydikni ravonlashtirib, suydik yo'lini tozalaydi. Noqutni oqshimi so'g'itchilab qo'yib, attigini yumshaganda pishirib iste'mol qilsa va suyiga hasal qo'shib ichib bersa, ovozni yaxshilab suydik va hayizni ravonlashtiradi. Noqutni ezib ichib bersa, so'znak kasalliklariga manfaat qiladi. Noqut unini so'g'itchilib, malham holatga keltirib, yerlik o'ringa chepib bersa, quruq va ho'l qichishqoqlarga manfaat qiladi. Noqut unini so'g'itchilab, suyida yuz va choch yuvib bersa, chiroyni paqirtib, choch tushishning oldini oladi.